أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اعلم أن للصلاة شرائط قبلها وفرائض وأركانا وواجبات وسننا وآدابا وكراهية ومناهي فيها. وأما الشرائط فستة: الطهارة من الحدث، والطهارة من النجاسة، وستر العورة، واستقبال القبلة، والوقت، والنية. Andayken bilgin, şuniki cazmen namaz üçün bağdır, bir min şartlar var namaznınki aldıda. Ve bir minçi ferzler var. Ve rukullar var. Vacipler var. Sünnetler var. Adaplar var. Mekruh işler var. Ve nehi kılınan işler çok var namazda. Sen bunu koygan, bilip çok koy. Bunu bilmirsen çok namaz çok olmaydı diyeceğim. Ama şartlar altıdır. Şart altıdır. Birincisi, hadesten pakiz buluştur ve nicasetten pakiz buluştur. Öğretini yetiştir, kıble aldığını kılıştır, vakttir ve niyettir deydendi. Şimdi biz munyetul musalli ve munyetul mubtedi degan muş kitabını okuttuğumuz. Yani okup aldığın dersimizde kitabınki hutbisi, onun dikin bu kitabın asas mezun olan fiqh ahkam bolğan dikin, fiqh ahkamının nemizde en çok ibadet namaz olğan dikin, namazniki İslam dinimizde orli qançilik. Onun üstüne aldığın dersimiz nima qildik, to'xtaldik. Yani aldığın derski ayet edis asasen mana la ilahe illallah Muhammed Rasulullah degandiki la mana namaz o'qish bak muhimken. Bu to'g'riliq Qur'oni Karim, hadis Rasulullah ve icma ümmet hemmisi şu. Bununda hemmisi nimike Qur'onda ayet var ki bir qancha Peygamber ayetler çıkken, hadis çıkken, şundak icma ümmetinin hemmisi bunaga zodi namazlık farz ekanligini o'ziga nima qilibdi? İttifaqchi kelibdi. İttifaq kelgan bo'lgandan keyin, mana bu e'tibordan namoz bak nima ekan, o muhim ekan. Muhim bo'lgandan keyin ham deydi. O'qimoqchi bo'lgan biz namozing deydi. Yani şunu keldik yani. Taharetken. Unda olgandan keyin namoz ado qilmasak bo'lmaydi ekan. Namoz ado qilmasak bo'lmag'an ekan, namozni qanday qilish usuli nima qanday? Namoz vaqt o'tdi, voy namozga shoq berib o'qiymizmi? Yoki buniki oldi keylarda qildigan yana bir ish bormi? Endi mushning ustida nima qilamiz? To'xtalamiz. Deb anadiki bu adam deydiki va bugungi darsimizda anadiki bilgin. Sunna deganim gap, andiki degan gap. Yani andikin degan gap ne degan gap? Yani yuqorki gapni bilib tushunib o'qib bo'lgandan keyin, islom dinimizda namoz bak muhimkan, uni o'qimasak bo'lmaydi ekan. Har qanday har ayol, qiz, o'g'il balog'at yetgandan keyin o'lgishib bo'lgan orliqda mana u sarangli bo'lib qolmasa, u odamning gadiga namoz o'qish jazman nima ekan, o farz ekan. Buni bildik. Buni bilgandan keyin ham namoz o'qimoqchi. Anda o'g'aniki bilib qo'y deydi. O'qish emas, bil deydi, bil. Shuni bilki jazman lissalati. Biz yuqorida o'qigan namozniki qandoq ekanligi uchun, ya'ni yuqorida biz bilgan namozning islom dinining nihoyat muhim bir rukun ekan. Shu namoz uchun, yiliq namoz uchun bordir. Bir mincha gaplar bor, shartlar ko'p bor deydi endi. Endi sharoit degan gap. Şaraitu degan gapning o'zi shartun degan mushu so'zniki nimasi o jam'isi.
Şart degan gapning asl lug'at ma'nosi alomat, belgan degan nima bo'ladi? Arabcha gapda ko'p bo'ladi. Endi urf-odat ishlayotgan masala nima? Shart mashrut deydi. Bir narsaga vujudga chiqish uchun u narsani qilmasi uchun bo'lmaydi. Jazman u shart. Uni qandikin andiki bu narsa uchun ikkinchi narsa vujudga chiqadi. Chiqqandan keyin uni deymiz uni shart deymiz. Uni qat'iy qilsaqchi bo'lmaydi. Buni deymiz uni shart deymiz. Unda bo'ladikin namoz o'qishniki oldida bir ming shart bor. Shu shartni qilmasangiz namoz bo'lmaydi deydi. Qancha ta'dil arkan bilan o'qib kelsangiz deydi. Siz buni bilib qo'ying. Ikkinchisidan anidikin bu namozniki oldinlarda nima bor? Ya namoz uchun bir ming farz bor. Namazın içinde, namazın altıda, bu namazın içinde bulukma. Altı tane nima var? Rukun var. Şu rukunniki üzü nima o? Farz. Farzdaki faraiz degan gap. Faraiz degan gapning o'zi jam'iy bo'lib, uniki mufridi farizatun. Farizatunniki asl ma'nosi bu lug'at ma'nosi o'zi buni o'lchab berkitish degan gap. Ya'ni taqdir degan cho'q gap bo'ladi. Taqdir degan o'lchab berkitdi degan gap. Yani resmi ölçep ince karab, muşuna bu okşa kırklaştırdığı için bu işte belki diyen ne buludu formula kıldı diyen çok yapıldı. Bununki lügat mensi şu. Onda olan ki bununki perz namısı şu, perz mensi şu hazır ki perz. Hemen bu şer'ide iki kıl menisi var. Birisi bir adam ilk ketkendikin onunki neli kıp kalgan bolsa, o malniki üzerine varsa buna miras kuşu kalıdı. Aşu ilimniki üzerindeydi o ilmin faraiz. Miras ilmi yapıcı atıldı. Bu ne? Yeni bir kitabın üzerinde faraiz dep atıldı. Çünkü neymiş kan? Çünkü her bir adamge, varsa olan her bir adamge ölgü ilk ketken tukkundaki üzerinde kepka malniki kançilik berişin üzerine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de resmi un ölçep piçip ben manın uşuksa çok 2'den 1, 3'ten 1, 4'ten 1, 6'dan 1, 20, şikesse aldı da müştahidim kanunu beketti. Benim muşu beketke itibar ve onun nimdep ataldı onu faraiz ilmi depçu ataldı. Hem de mayadaki faraiz çoğun. Mayadaki faraiz mana bir narsa kerakniki o'ziniki uni vujudga chiqadigan u narsa qat'iy bo'lmaydigan nimalar bor, ishlarchi bor. Uni deymiz uni fariz deymiz. Bu farizniki qandoq ekanligini, mana uniki hukmi qandoq ekanligini nima isbotlaydi? Qur'oni Karim. Qur'oni Karim shuningdek payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki sahih mutavatir hadisda uniki hukminiki qilishlik o'zi mana muayyan uch oshkor bo'lgan bo'lsa o amelni qilishlikka o'zi nim bo'ladi o farz bo'ladi. Farz deb nim qiladi uni ataydi. Unda o'g'andikin farz degan gapning o'zi Alloh taolo Qur'oni Karimda shu narsani muayyan bir qilish kerak deb berkatgan shu narsani o'zini muayyan bir o'lcham orqali uni nim qildi, uni berkatdi. Berkatgandiki shu qadag'ning o'zi nim dedik uni farz deb ataldi. Yani atıdı. Yani namazın o'zi bir farz ama namozniki o'zi bir qancha pochildan tarkib topadi. U yolg'iz yakilgan narsa emas. Bir qancha farz pochidan. Mana qanday qilamiz? Qo'limizni mundaq qilamiz, binasi o'qiymiz, o'rtirimiz, ruku qildik deb ingishimiz, do'ng'iymiz, anadikin qopimiz, yeni binasi o'qiymiz. Mana buniki umumiy majmuasiniki o'zi namoz bo'ladi. Bu namozning ichidagi farz bo'lgan amallar bor. Uniki farz ekanligi Qur'oni Karimda nim bo'lgan, sabitchi bo'lgan. Qur'oni Karimda sabit bo'lgandan keyin buniki ashniki qandoq ekanligini Alloh Qur'oni Karimda aynan berkatgan. Agar u odam o'zi shu amalniki birsini qilmasa, u chog'da bu odamniki namoz bo'lmaydi. Boshqa narsa uchun o'qish kerak. Mana buni deymiz, farz deymiz. Unda o'g'andikin namozniki mushtaq nimalar bor? Bir minchi farzlar bor. Buni bilishingiz kerak. Undan boshqa namozniki uchun bodur yana bir minchi rukunlar bor. Rukun degan nima? Rukunun degan arkanun degan gap, rukunun arkanun degan gap bo'ladi. Rukunun degan nima? Turk. Yani rukun, yani bir narsa rasmiy vujudga chiqadigan, u narsa rasmiy vujudga chiqib, uni amaliy dunyoga vujudga chiqib, men ma'nosidir deb, mush narsadir deb uni rasmiy vujudga chiqadigan, ashtaq narsani deymiz uni
Mana uni rukun deymiz. Rukun deb endi bu rukunning ichasi shar'iyda bu amalning ichidagi bir parcha bo'lib, parchaniki shu narsaniki parcha bo'lib, u narsa bo'lmasa u narsa vujudga chiqmaydi. Ya'ni nima degan gap? Namozning ichidagi 5 par, ya'ni 6 par degan gap bo'ladi. Bu nima deymiz uni? Arkan shu deymiz. Endi aslida taroz bilan rukunniki ikkisiniki lafzisi o'xshamagan bilan, lekin uniki ma'niy e'tibordan, mafhum e'tibordan nima asos o'xshaydi. Mana taroz degan gap uniki qandoq ekanligini Qur'oni Karimda Alloh degan, shuningdek uniki yine qandoq ekanligi namozni qilsadi, osh narsa kerak a narsa cho'p bo'lmasa qat'iy bo'lmaydigan, vujudga chiqadigan, shuni ko'tarib turgan narsa bo'lgan ekan, ya'ni nima degan gap bu? Shu farz degan cho'p gap cho'p bo'ladi. Unda bo'lgan Muyad Musannif rahmetullah alayhi faraiz ve erkan deb atilishning o'zi faraizniki lafzi mundaq bo'lsa-mu, nima degan gap bo'ladi? Bu chog'ni va varfatfa erkanan ma'tuf faraiz ma'tuf nima deymiz? Buning nafiy qilsa ishta bo'lsa, lekin ma'ni e'tibordan nima deymiz uni? Atib tafsir. Atib tafsir deydigan bir gap bor. Ma vaniki mayar kelsa, buni atib qilgan o'zi asi atib bilwa degan gap Vadin keyin kelgan ismga vaniki oldi kelgan ismning hukmini beramiz. Hukmini bergandan keyin oldi kelgan ism nima? Farz, faraiz. Zibar o'qidik, shuni zibar o'qiymiz. Bu aniki nimasi oldi, anining ismi oldi, buning ismini beramiz. Bo'sha hukmini beramiz. Bu nima bo'lgan bo'ladi? Ma'tuf bo'lar yo'lida. Lekin yana bir tafsir va, yana bir atib va, atib tafsir degan gap. Atib tafsir degan gap shu vaning o'ziniki oldidagi ma'niniki o'zi sal mubham yoki onu bir kengaytish ma'nosi o'zida uningdagi bir ma'nini akeldi, uni izohlab berdi. Buni deymiz uni atib tafsir deymiz. Ya'ni bu atib tafsirdek nima qildi? O uqtirdi. Va vajibatin. Men vajibatin degan nimaga atfina? Arkanin atfina. Bu inniniki nimasi ismi bo'ladi. Va ina namoz uchun badur bir mincha nimalar va vojib bor. Sen buni uchun nima qilishing kerak? Uni bilishing kerak deydi. Endi vajibatun degan nima? Uniki jam'i, uniki mufrad nima? Vajibun degan nima bo'ladi? Gapga bo'ladi. Vajibun degan gapning o'zi aslida vajaba yajibu vujub degan ma'nodan chiqqan nima? Vojib. Buning lug'at ma'nosi nima? Lug'at ma'nosi o'zi biyaga qilg'aydi, tushdi va uni rasmiy luzum, choplashdi degan nima bo'ladi? Ma'nodan bo'ladi. Unda var ekan vujub degan gapning o'zi lug'at ma'nosi ashog'an bo'lsa, shar'iy ma'nosi degan gap. Shar'iy ma'nosida vojib degan amalning o'zi uniki kirish jihatda hukmi farzdan bir qadar u to'van bo'lgan, ammo uniki hukmi Qur'on, ya'ni hadisda bo'lgan, ammo nasniki o'zida bor, lekin u nasniki o'zi rasmiy nima emas, oyat Qur'on nima deb uçqa farziga deb uning hukmi undaqcha bildira olmaydi. Mani sel nima? Sel mesela, sel bir guman, bir yedin bu kalıdı. Onun deyimiz o ne? Mesela vacip emelin üzeri, yani o nime haber vahitle sabit oldu. Haber vahitle sabit olan iken, haber vahitinin üzeri yani, haber vahitle yani gel, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan anlayan kişi bir sahabe, onun deyken sahabenin anlayan kişi yeni bir sahabe, o nime? Tabiinden yeni bir adam anladı. Onu deyken andaki muhaddis almağa yetti. Men muşudak zincir zaman arkalık birden yetken bolsa, ya ki 2, ya ki 3 muşudak adam, men 3 sahabe, 3 tabiin, 3 tabi'den, 3 muşudak yetken bolsa, bu etsin üzerine deyimiz ona haber vahid çok deyimiz. Bu haberlik üzerine mena nim boludu haber meşhur. Anladıkken haber aziz, anladıkken nime gayrib çok bolduğun gibi. Sahih, çok meşhur olduğun gibi. Müşterinin kulluğu oldu. Bununki karşısında haber vahidin karşısında haber mutavatir. Haber mutavatir diyen gap. Mene bir kanci cemaat, yani en az 10, bonus onunki nimse, onunki sanıcı nimse yok, onunki nihayetin sanık çeki yok. 100, 200, 1000, 10 bin, 100 bin adam bırakla bir yaptığın üzere onu nem kılıdı, onu deydi. Oy mında hukuk dedi. Oy mandaq degenti deb deydi. Benim mush naskaraning o'zi nima deymiz uni? Mutavatir. Ya'ni bir necha jamoat, bir necha odam o'zi bir masalaning o'zida uni aynan ashtaqcho deydi.
Bunu bir adam bundan gumon qilolmaydi ki, bunun içinden falan adamlar muşta deyishvagan şeydi, deyish katta imkon yo'q. Bu nima deymiz uni? Xabar mutawatir deymiz. Bu nima o? Qur'oni Karim. Qur'oni Karimda Payg'ambar alayhissalatu vassalamdan anglagan kishilar, sahobalar necha yuz ming. Necha yuz ming demasam, necha 10 ming. Misal, necha 10 ming. Keng davrning o'zida avg'an 140 ming, 100 necha ming, 120 ming deb. Payg'ambar nimaga ma Hudaybiya yilida yoki kelar yilda ya'ni hajjatul vidodan hajga odamlarniki soni 120 ming deb taxmin qilishdi. Ya'ni shu odamlarning hammasi Qur'oni Karim hammasi bilikli. Bilgandan keyin hammasi biz u yerda bu yerga hammasi bu Qur'onni Payg'ambardan anglagan aynan shu deydi. Shu buning ustidan hech qanday bir odam mundoq deb shak qilolmaydi. Buni nima deymiz uni? Xabar mutavatir shu deymiz. Buniki tel nimasi? Aksi xabar vahid. Anda ondan keyin xabar mutavatirdan nimqan hukmning o'zini uni farz nim qildi, uni farz hukm qilgan hammasi Qur'onning ichidagi buyruqning hammasi bu farz uqtilmaydi. O hükümdeki o'zi, o Qur'onning oyatning o'zi shunday bir hukm bildirdiki, buniki ya o'ziga ya bo'ziga deydigan hech qanday gumon yoki shak deydigan hech qanday faqat shuni bildirdi. Bildirgandiki buni bo'lgan bo'ladi o farz shu bo'lgan bo'ladi. Endi vojibchi vojib uniki chiqargan hukm zodi nas, ya'ni islom dinimizdagi hukmini ifodalaydigan tekstdan iborat bo'lgan narsa, lekin uniki hükümü sabit oluşu açtak deyişinin üzeri adam guman kılıp kalır. Yani sel guman. Yani bu yer guman desek ya da töven kürpemez. Bu usul fıkhi alimlerimizdeki berketli kayda. Kayda. Çünkü Peygamber sen bir sahabe ne kıldı? Rivayet kıldı. Oy malumat dedi. Mesela Ömer Radıyallahu Teala'nın innemel a'malu binniyat degan gap dedisi fakat Ömer Radıyallahu rivayet etgan. Unudiki Ömer Radıyallahu bir qancha adam yak yeganini qilib ekan. Ama bizim devrimizga kelganda bu innemal amal yuketdi hozir mashhur ketdi. Ama bizning davrimizda sahobalarniki tabiiy tobiinning hedisi yozgan İmam Buxoriy, İmam Muslimning zamonidan keyin mashhur ketgan hadis, u mutawatir ketgan hadis o'zi mutawatir deyilmaydi. U hadisdagi mashhur mutawatir xabar g'arib nima aziz deb mushundoq deyishi şu İmam Buxoriy, İmam Muslim'deki alimlarniki devriniki aldidiki aş sanat tuvatkan adamların zamanı buluş gerek. Onudaki şu çağımızda meşhur buluş gerek. Şu vaktimizde andikin aziz yani mustafiz buluş gerek. Onudaki haber mutavatir cihati hemmeden buluş gerek. Andiki buludur. Onun deki çoğu onunkin uysaplanmayın. Mesela adilgen gel Peygamber sallallahu her kanal hedisini çık adam olsun dağlı karapla kitabını ya internet eçikli bilip getirir. Bu emmeden birlikte mutawatir bunu degimi. Mutawatir deb tuvatkan gap şu devrin üzücü deyilgan gap. Unda olarken bu yerga namozning ichida yana bir necha amallar bor. Bu amallarning o'zlab nima ekanligini shu bilsam bo'ladi. Endi vojib degan shu. Hani shu lug'at ma'nosi shar'iy ma'nosi uniki hukmining o'zi xabar va oyatdan iborat bo'lgan osh dastin chiqqan hukm bo'lsa, ya'ni payg'ambar bu ishning o'zini noit muhim deb bildi. Qildi ömür boyu bunu çoğu noktamda terk etmedi. Mesela nime? İşki bayram namazı. Onun başka salat bitir. Diğerde de ben muştak emellerim deyimiz ona vacip deyimiz. Bu vaciptin yüzü Kur'an'da yok. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yüzündeki hayatı da devamlaştırılan bir emelin yüzü şu. Bundan diken sahabenin yüzü kandak yak aletinin yüzü de muhaddis alimlarga yetken kadar muşta rivayet qilishdi raviylar şundan bizga shu muşta yetib keldi. Unda o'nkin vojib degan cho'mush bo'ladi. Buni bilib qo'ying. Namoz ichida bir qancha nima bor, o'nnacha vojib amallar bor. Bunday. Yeni shuni deb namoz uchun bordir bilib qo'yingki, u namoz uchun bordir nima bor? Sunnatlar bor. Buni bilib qo'ying, uni bilib qo'ying. Namozga qilmoqchi yolg'iz bir narsa emas. Sunnat degan nima? Sünnetun degan gapning o'zi sanna yasunnu sunnatan deydi. Bu nima degan gap? Sanna yasunnu sunnatan sanun masnunun parra yapirru parran masalan parrun mafrun degan gap. Bu nima qildi? Sanna degan gap yasunnu yo'l qilib berdi. Xudoq banglagan yo'limida ko'rsatib berdi. Ya'ni tariq
sabil degan nimada ma'nida shu bo'ladi. Ya'ni sunnat degan gap bu odam mangdigan bir yo'l degan shu gap bo'ladi. Buning lug'at ma'nosi. Unda bo'lgan endi buning lug'at ma'nosi bor. Ammo bu bizniki shariat ishlatayotgan ma'ni, islom dinimizning shariatda ishlatayotgan ma'ni sunnat deb kelsa, bu ikki xil. Birisi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'niki meni ağzı degan ameliyatini qilgan va uni boshqa ko'rib u gapni o'zi tahrir qilgan. Mana u mushu uch narsaniki o'zini deymiz, uni sunnat deymiz. Bu hadis degan gap bilan nima? Murodib o'xshash. Yani ba'zi tarafda o'xshamasmi? Buni sunnat deymiz. Yana bir sunnat va u sunnat qavmi sunnat amallar. Farz bo'lmagan, vacib bo'lmagan amallarning o'zini sünnet emel deymiz. Ama onu da başka işte zaten yedisi onunki hükmü sabit olsun mu? Lakin örf adette sünnet emel. Yani Peygamber Sallallahu yedisi arka sabit olan emel. De Peygamber Sallallahu sözünü, kılığındaki hemmini sünnet demek, şunun içinde sabit olan ma'lum bir emellerin üzerine onun dedi onu sünnet de ataldı. Şunun namazın içinde yine bir kılıklı var. Farz, vacip başka. Onunki üzün nimde pataldığını sünnet de pataldı. Sünnet de pataldı ki Peygamber Sallallahu ya sünneti emedi gelmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'daki şu köspege yol arkarak bana kılan nime o iş diyen çok yapıldı. Bunun deyimiz onu sünnet deyimiz. Mayadaki sünnet kavramı yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti arkarak bana Peygamber Sallallahu sünnet diyen gap bana Peygamber Sallallahu o işi köp kılıdı. Ama bazı vakitte kılmayımı çok kalıdı. Bu nime o? Sünnet. Bu emellerin üzerine, sünnet emellerinin üzerine bir adam emel kılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açta kısa o adamge haddedin, hesapsız işte mukafat nimberdo, bana mukafat savap veriyordu. Ama bu bir adamın üzerine vakti yok ya onda kılmışsa onu çok tankitlenmeydi. Neymiş bu dağını çok kılmadığını bilmeydi. Ama bu sünnetin üzerine ukup durup inkar kılıp onu düşürüp durup kılmayın. Hakaretle hazır Kur'an Yedis inkarçı dedik. Manga onda işim yok. Deydiğen bolsa bundak adamın özü din çıkıdı. O nime o? Murtet. O din boludu, murtetçi boludu. Şimdi yine bilip koyun ki namazınki yeni birisi de bağdır. Adab ba. Adabun diyen gap. Adabun diyen gapın özü bununki mufridin özü edebun. Edeb diyen boludu. Edeb diyen gap yani bir adamınki vücudunda bir xil xislat, bir xil alayda, ubda bir nima sifat var. Şu sifatni aş nim deydi, edep deydi. Yani biz deyimiz Uyg'urda edeplik bol degan gap, yani aşu raus adamdek adamlik axloq bol. Yani axloq bilan nima ma'nidash. Mush şu. Endi uning ma'nosi ashta bo'lsin, lekin bu adabniki bu yerdagi ma'nosi namoz ichidan adab, yani mushab chaqni bunu win bir ma'nini o'zi mustahab deb bor. U mustahab degan gap, ya'ni uni degan gap o yaxshi ko'riladigan amal degan gap bo'ldi. Unda o'nki buniki darajasi sunnati to'van. Sunnati to'van bo'lgandan keyin bu sunnatim emas, ammo payg'ambar sallallohu nimasi sabit bo'lgan, lekin u payg'ambar bir qatim, 5 qatim bunday qilib qo'ygan degan çok gap bo'ladi. Bu e'tibordan u amalning o'zini men o'limalarimiz o'zi usul fiqh alimlerimizin üzü ve fikir alimlerimizin üzü müştehit alına bunun da paketti adab. Yani adab, yani mustahab dep çok paketti. Öyle bilip koyulan ki cezmen şu namaz için badur nimva bir minci karahiyet var. Yani karahiyet yeni mekruh. Karahiyet ki mensup. Yani bir mümin Müslüman buluşu itibariyle o kılıkın üzü set buyurulgan bir nimis var, kılık var. Nima onun demiş o ne? Karahiyet, yani mekruh diyen çok yapıldı. Şimdi karahiyet degan gap, karaha yakrahu, kurhan, karihun, mekruhun deyilene, bu nima qildi? Uni adam sat gördü degan gap. Uni yoqdimi degan gap bo'ldi. Mana buning lug'at ma'nosi shu. Mayli u odam inson bo'lishi bilan yoki kasal bo'lishi yo binas qilishi ani yoqdimigan bo'lsa, buniki ma'nosi o'zi lug'atda karaha deydi. Kari ko'ribdi buni, sat ko'ribdi, yo yoqdimabdi degan çok gap bo'ldi. Şimdi bizdeki şer'i ma'nosi nima? Şer'i ma'nosida bir mu'min Müslüman bo'lgan adam, Qur'on hadisga amal qilman deyotgan adam, o'ziniki musulmonlik e'tiboridan islom dinimizdagi ro'yga va uniki ta'limotiga zid
Meni kelgan, uniki qil degan ishni qilmay, qilma degan ishni qilgan mushtaq amallarni o'zi shu odam uni sat ko'rdi. Nimishqa? Mo'min musulmon hammadan shu yaxshi ko'rish, shu xato ishni shu qilmaslik kerak. Mana bu e'tibordan uni nima deydi uni makro amal. Hem de makro amelin yüzü bir qancha xil oldu. Bunun içinde haram nima? Mesela bunun makro degan amelin yüzüne seleflerdeki zamanımızda makro deb haramni makro deb atıldı. Onu dekinki alman dekin makro bir xil, haram bir xil deb yeni makroniki yüzü iki xil atıldı. Birisi makro tahrimiye, yeni birisi nima? Makro tenziye. Deydigan muşta nima? Nesini şu atıldı. Hem bu yerde makro dedi. Makro degan yüzü bu am bulup bununki içinde İslam dinimiz yani Kur'an hadis bunun üzerine ayet kılışın üzerine set gördük kılış katli olmayacak iş. Bunun içinde namazın içinde kısa mekruh olan hem haram bulunan nimler var, işler var. Haramın üzerine nimde patladı mı mekruh da patladı. Yine bölüp koyduğun ki onunki içinde namazın içinde manahi var. Tusulgan iş vardır ne de namazda. Yani tusulgan iş diyen menahi diyen gapın üzerine nimi o menhiyunniki cimisi menhiyatun cimisi gemisi oldu. Şimdi mesela mezrubetun desek isim mef'ul olan bunu da muannes. Onunki cemis kadar mezrubut, mezrubetun, mezrubetani, mezrubatun ve mezaribu deyimiz yani. Nim deyimiz ne? Menasiru deyimiz hem de. Digen deyken menhiyun, menhiyetun, menhiyetani, menhiyatun ve menahi. Bunda onun isim mef'ul. İsim mef'ulunki cemisi oldu. Bunda onunki tusulgan nerse. Hem de bu yerde menhiyetun deb ta kelishninki yüzü bu yerde bu muannas sıfat emas. Bu nimini bildirdi ayet menhiyetun ta mana isim bo'lgan bo'lsa, o sifatdan ismga yetkilib kelgan ta deb atıldı. Bu nim deb atıldı ta muannasi ta demaymiz. Ama o bo'lmasa o muzakkarda muannasi ardigan bir ta muannas emas bitta labzi ta deymiz. Hem de bu isim mef'ul bo'lgandan keyin menhi qilingan narsa İslam dinimizde menhi qilingan narsa o namazın işi çok bağ bunu değil. Namazın işi menhi kılgan derse biz İslam dinimizi kim menhi kılıdı? Nahi kim? Allah Teala ve Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bu ikisi tosudu. Toz kaldıyken bu ikisi nahi toz kişi oldu. O tozkan o neskerenin üstüne oldu. Tusulgan oldu. Tusulgan boğandıyken onun depatılık menhi depatılık onunki türcik boğandıyken bu yerde dep keltirdi cem'i kılıp menahi deb nim qildi keltirdi. Unda bo'lgan namozning ichida qandaqki farz, vojib, sunnat, mustahab mana mushundaq narsa bo'lgan bo'lsa, uniki dal ziddida, uni ichida qilishga qat'iy bo'lmaydigan shar'iy tarafdan to'sgan ham uni qisib bo'lmaydi deb sat ko'rgan bir minch amallar bor. Siz buni nim qiling, uni biling, uni uchun bilmasangiz çok bo'lmaydi deb. Mana mushu narsani bilish mayadam e'lom degan bo'lganmi? Lekin mushu narsani bilish har qanday bir odamniki gadining ustiga ba'zilarini bilish vojib. U qavm farz. Yine ba'zilarini bilish nima? Vojib. Nima? Vojib. Yine ba'zi ilmlarni bilish nima? Sunnat. Mana mushu narsa rasmiy Qur'on hadisga to'g'ri Allah'ın Resulü buyurgan bir şekilde resmi muvafiq Allah kabul kılgan şekilde aşıda okuşun üzeri bu nim kılıdı bunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve akimus men aldığın dersimiz diyendek namazı turguzuna yani namazda turguzuna diyenge onun içindeki perzi var, vacip var, sünnet var, adab var. Onun başka onun içinde kılması katli olmayan menhi ve mekruh işler var. Şun boyunca andikin onu kılma iş kişine kağına şüphetin müştak tüyüz çok kılınlar. Hiç kadar kişi çoğunluğuna çok hep kalmışsın diyen çok yapıldı. Bu yerde çıkıldı. Şunu ama bu seni rahmetullah manyadan İ'lam diyen yapın aşağı değişti şu. Bunda varken ben namaz okudum çoğunda da mandaka doğran beden okusakçı o bulmaydı. Bu bizdeki bir mümin buluş, bir Müslüman buluş itibarımızdan bunda işinin yüzü bizge katli masço emas. Nimişka? Çünkü bizdeki İslam dinimiz her kanda bir mümin Müslüman her ayalniki her kanda vaktimizde kılgan şu işinin yüzüne onunki cezmen bilişi, öğünüşü, düşünüşü, o nersini yüzü emel kılıp yüzü tatbikleşi nim kıldı buruydu. Nim kıldı buruydu. Şuna ilimnin üstüde Peygamber ne deydi o? Her kandak nime
talabul ilmi farizatun ala kulli muslimin muslimatin. Bu hadisning o'zining bosimi, lekin uning jihati jiq. Qur'oni Karim bir qancha oyat bor. Kul hal yasavlezi ya'lamu vellezina ya'lamun. Buni biladigan kishi bilan bilmaydigan kishining o'zi barobarmi emasmi deydigan mushunga o'xshagan bir mincha nimalar oyatlar ham payg'ambar alayhisolamning rivoyatlar hadisi bor. Uning uchun bir mo'min musulmonniki qolgan kishilarga farqli alohida bir ahvol nima? Ular ma'lumotli bo'ladi. Uningki vujudichi ilm bo'ladi. Bu ilmning o'zi mayli diniy ilm bo'lsin, mayli dunyoviy ilm bo'lsin, asl eng yuqori jihatda turadigan, Allohga vakolatan yer shar idora qilib boshquradigan xalifa bo'lgan bir zot. Unda o'lki men Allohning o'rda turgan xalifa bo'lib boshquradigan bir inson bo'ldim deb o'tirib, uniki dal zid bo'lgan mushundoq qarqosoq, johil, nodon, men mushundoq xor holatda yurish bu to'g'rimi? Men o'ylab boqaylik yana. Bu to'g'rimi? Bizniki mantiq va aqlimizga to'g'rimi? To'g'ri emas. Biz mushta qilmaganligimiz uchun, men mush faqat ba'zi gunohni qilmaganimiz uchun to'g'ri. Men mushundaq amal qilmaganimiz uchun bo'lib biz Uyg'ur xalqi Alloh taolaning bergan azobi favqulodda yuqori. Hammamiz bunimiz namoz o'qiymiz. Bu namoz o'qib bolalarimizni o'qityapmiz, o'qitdik. Mene ro'za tutdik, zakotni berdik. Men o'lab tirishim qolmay ömür bo'yi hajga berib, haramga berib, haj qolaman degan farzni ashta qilib ketdik. Shunda qilsaqmi, mushu zulm nima uchun keladi bizga? Ya'ni demak, nechqatim deyildi, namoz bu farz degan gap. İslam dinimizdeki madem İslam dinimizga e'tiqod qildi degan bir simbol. Undan boshqa İslam dinimizdeki yana nochiq nimalar bor, amallar bor. Biz onu uchun qilmadik. Uni qilmagandan buning jazosi uchun keldi. Bundoq. Unda o'lgan, mana hattoki bu odamni deydi, sen namoz o'qish vaqtida namozni ishini qilish tegishli bo'lgan har xil sifatdagi narsa bor, qilish uchun bo'lmaydigan narsa bor. Buni bilib qo'yishing uchun kerak. Sen yuqorida namozni o'qibsa qat'iy bo'lmaydi, bir qilmani o'qima. U farz, vojib, sunnat, harom ishlar bor. Buni aniq qilib andagi uchun qilish kerak. Bu musulmon qilmaydi, o durust olmaydi namozing deydi. Endi va ama şaraitu fesittatu. Endi yuqorida o adam dedi ki namozniki mana bir mincha shartlari bor dedi. Unda sharti qav. Sharoit degan gapning o'zimizda qo'yayotgan jam'i dedi. Shartun uningki jam'isi emas sharoit. Aslida shartunniki jam'isining o'zi nima deb keldi? Shurutun deb keldi. Shartun shurutun deb kitobda. Mushunda tushuncha. Ama sharoit deb keldi, bu sharoit degan gapning o'zi aslida arab tilining o'zida ta'lun vasf kelgan bunda bir mufrat ismli fa'ilun. Fa'ilun deb vasf tushgan holatda bunda bir jam'i qilish undaqchi odat yo'q. Lekin shunda bo'lsa arab tili o'zining til bo'lgandan keyin ba'zi yerimiz mushta ishlatib qolgan ekan. Ya'ni buni biznikidek mushta katta olimlarimiz Uyg'urning ishi chiqqan Muhammad Kashqari degan mush kitob yozgan odam, men u arabdan eshitib turib arablarnikdek ashta gap qilib ketgandiki, bu gapni uchun mushta yozib qo'ygan gap. Ammo sharoitni ma'zun uqdim. Ammo namozniki oldida, namozniki burun jazman, ya'ni sirtida uni qilmasa qat'iy bo'lmaydigan uning vujud akirish lozim bo'lgan bir mincha narsa bor ekan. Uni deb atadi, shart deb atadi. Uni nima qilish dedi? Mana kichik vadas va g'usulda pokiz bo'lish dedi. Endi mayani deydim. Sharoit oltidir. Namozniki sirtidagi farz, rukun oltida deydi. Mana sharoit shartidan binaskarning o'zi ikkisi ayrim narsa. Buni aniq qilish kerak. Shuni shart deydi. Endi rukun degan gap, namozning rukun degan gap namozning ichidagi degan gap bo'ldi. Nima namozning ichidagi degan gap bo'ldi? Bir parcha dedik qani. Unda o'lgan sharoit namozniki sirtidagi farzlar deydi, tushuncha qilib, bu oltidir. Bu olti bo'lgandan keyin andiki namoz o'qiyman deb deysiz. Bu musulmonda. U qavl esa birinchi. At-taharatu minal hadas. Pokiz bo'lishdir hadasdir. Hadas seniki asl lug'at ma'nosi nima? Hadas seniki asl lug'at ma'nosi hadasa yahdusun, hadisan, udusan deb keladi. Yangidan paydo bo'lgan. Yangidan paydo bo'lgan narsalarning hammani arab tilida hadas deydi. Hadis degan gap shu.
Yengide payda oldu degan gap bo'lgan ekan, yengide payda oldu degan gap bo'lgan ekan, bu e'tibordan yengide payda bo'lgan narsalar hammani hadis deydigan bo'ldi. Nima dedi? Hadisda, mana hadisda, mesela yosh bolani hadisan deydigan bo'ldi. Andagi kalomning o'zini, so'zning o'zini hadis deydigan bo'ldi. Chunki odam nisbatan qolgan odam gapga yangi gap bo'lgan ekan deb, buni nojiq ma'nosi bor. Buni mushlatcha ishlatildi. Onda olan ekan, mayadagi hadischi, mayadagi hadisning o'zi bir odamning o'zi nima qilish, ya'ni u odamniki tarix botirning tarixning o'zi sinib ketgan bo'lsa, tarix sindigan bo'lsa, men bu odamning nima deymiz uni hadis qildi. Yani yengiden bir narsani o adam qo'rab, manda qo'rashtirib, tarix ilib manda qanten, bu adam oldi oqidan ya uxlab turib binasini chiqarib etdi. Shuni an buzyapti, buzyapgandan keyin yengida binasi paydo bo'ldi deb. Nima qildi uni atadi. Bu adam hadis degan gap shu. Ya'ni tarixsizlikdan, hadis degan gap tarixsizlikdan nima qilish kerak? Pokiz bo'lish kerak. Unda o'zkin namoz o'qiydigan odamniki namoz o'qishning oldida hadisdan iborat, tarixsizlikdan iborat bo'lgan mushi narsalarning o'zi jazman pokizchi bo'lishi kerak. Endi bu hadis qavm nima u? Kichik tarixsizlik. Nima u kichik tarixsizlik degan gap? Ya'ni oldi oqidan yoki uxluqdan yoki boshqa bir ishdan ham deb tarixsin kelayotgan ishni var. Shu narsani pokizchi bo'lishi kerak. Buning deydi tarixi sug'ra deb nima qiladi? Atiladi. İkincisi, yine pakiz bo'lish kerak nima deyin? Najosatdan. Nima o najosat? Najosatning o'zi hissiy bir narsa bor. Ya'ni najosat deb kelsa, hissiy. Ko'zidan ko'gil bo'lgan, mushdaq nima? Mana ko'zidan ko'gil bo'lgan, mana uni ko'rib, bundoqkan deb odamniki, hayvonning oldi oqida chiqqan narsa, undan boshqa aroq, undan boshqa harom deb belgilangan boshqa narsa hammasi nima bo'ladi? O najosat bo'ladi. Harakmı nime? Necaset. Çünkü Allah deminin necis dedi. Bunda olurken muşningden pakiz oluş gerek. Neyimiz pakiz oluş gerek o adamın? Kelgen kimi? O adamın bedeni. O adamın nemisi? O adamın namaz okuyduğun cayı. Ben muşundak paskin nersi için hali olup pakiz. Bakço buluş gerek. Tarih diyen menzisi şu. Ütken biz aldık dersimiz diyen tek aşı. Yani pakiz oluş gerek. Muhtemelen çok kılış gerek. Anadaki bu adam şundak boğa vakti anlamız okuyumu dep keldi. 21'si andaki bu kaçıncı bu? Üçüncü. Bu birincisi. Yani o adamniki mesela hissi paskına, manevi paskın neskelerinin üzerinden nim kılış gerekken onundan pakiz oluş gerekken. Hem de manevi paskın nes kal. Hazır ötken aldığın dersimizde yok. Manevi hedesini şu taraf kartıldı. Yani bir adamniki mesela bir adamniki muşu tarih sindirip ağdı biner çıkan bolsa, men bununki yüzüne İslam dinimiz neyim dep kaldı onu paskına dep kaldı. Siz bunda bir alet tutup namaz okusunuz çok olmaydı o. Dedi. Yani bu ne diyen gepken, yani bu adamın yüzü, oy benim bedim paskıl, örbatı paskılmaz bu adam. Nime yüz pakiz, bakani. Hiç kadar binersi yok. Bu pakiz. Liki şer'i taraftan bu adamın özü mümin Müslüman qalğan bolsa, namaz okuyman degan bolsa, bu adamniki açtaq adetiga paskın dedi. Paskın dep çok paketdi. Bu paskının özü esa hammasi badanga, hamma yeri qanmay, onunki ma'lum joy, qo'li, puti, yuzidan iborat bo'lgan. Men mushavlib siz mashani juvatsingizda qolgan yani hammasi pokizlagan bo'lsiz deb, qolgani yuvib, qolgan yeringiz hammasi yuvib pokizlab, haqiqatib so'g'ishib qilinsa, bu ig'ir keldi ummatning o'ziga deb Alloh taolo buni rahmat qilib, ondan qanday qildi? Sizning yuzingizni, bilgingizni, putingizni beshingizni masib qo'yishingiz bo'ladi. Shundan shar'iy tarafdan bu ma'naviy paskin narsa pokiz bo'ldi deymiz. Degan nima bo'ladi? Gap bo'ladi. Endi bu yerda najosatdan pokiz bo'lish degan gap bu nima? Hissiy. Ya'ni moddiy bir paskin var. Uni nima qilish kerak? Unidan pokizchi bo'lish kerak. Bu ikkisi nima bir. Üçüncüden öğret degan joyning o'zini er olsun, ayol olsun, buniki yepishchu kerak. Namoz o'qiydigan vaqtida. Endi öğret degan nima? Asli öğret degan gapning o'zi bu hijil bo'lgan narsa degan gap. Ya'ni bir odam ikkinchi bir odam ko'rsa, unidan hayo qilgan, hijil bo'ladigan bir odam bo'lish, inson bo'lish e'tibori bilan uni ikkinchi bir odam ko'rib qolsa, uni ikkinchi bir narsa ko'rmasin deb, onu tabii otomatik adette bir adam demişsin ama
insan buluş itibardan onu uyatmış geldiğin canın üzerindeyimiz ona öğret deyiz. Şu an her kanda men kafir olsun, men her kanda Adem üzeri şu canın üzeri içilip karıştı her kanda Adem set gördü. Otomatik alattı. O aram alan bilmeydi kafirma ama Müslüman ukanmadan. Onu muşundan kılmaydı. Ama onunki öğret cahil diye fakat şu. Bizim İslam dinimizi öğret cahil dep nima qiladi? Mana erlarniki kindigniki taxtin tatib tizg'ish ağırlık bo'lgan ağırlıkta çünkü Peygamber müştah degan. Shuningdek ayollarniki mana Peygamber sallam Qur'oni Karim degandek ayollarniki öğret cahillarning o'zi ikki va yuzidan va ikki bilahniki ma beg'ishning tavan tarbidan boshqa bo'lgan joyniki hammasi nima öğret. Bu öğret degan joyning o'zida bu ayollarning öğret degan joyning o'limalarimizni o'ttirsa salaf ya sahabenin zaman tatip, seleflerin zaman tatip günümüzü kelci olan ihtilaf olan mesele. Böyle bazıları deydi bu ayağının bütün yüz tat hemmimiz öğre. Hatta avazını tatip değil. Bazıları çoğu mesela Hanefi mezhepkiler buna deydi ki bununki yüzü öğretemez. Şunun da ma konunki belki bu tarafı öğretemez. Şunun da putniki uçlunun tövünüçü öğretemez. Ama öğretemez ki hikmet bunda kılın diyenlik emez. Eğer zaman buzulup başta buzuk olsa en yaxşı imkan bolsa onun için yüzünüzü yapsınız pek ebzel tepnim kılıdı karaydı. Hem de bu yerde öğret iki xil. Birisi öğreti garize tövende kılıdı hem öğreti hafife. Öğreti garize degen gap nayt qattiq nayt bek nime öğret degen gap oldu. Adamın aldı akıl. Hem de yine bir öğret hafifede bunun başka yani üzerindeydi onu yengil öğret dedi. Yani demek men muş öğretni her kandak men namaz okuymayan her ayağın üzeri öğret de belki cayın üzerine cezmen ya kimde bir nas yepişçuk kerek. Bunda uç konalı namaz olmaydı. Üçüncüsü. Kıblaga aldığını kılış gerek. Kıbla nime? Kıbla aldığını kıldı diyen gep nimige? Kabe'ge. Yani Kabe'nin üzerine nime? Kıbla pataldı. Nimiş kan? Asıl kıbla diyen gepin üzeri bu şu taraf diyen gep oldu. Lakin bu gepin üzeri mümin Müslümanların otursa kıbla dep gelse kıblanın üzeri her kanada vardı ezen özü bir namaz okumaya bir iş kılmaya geldi aşağı yukarı karaydı. Böyle karganlık itibardan Kabe'nin üzerine dedi onu kıbla dedi. Bu yerde kıbla diyenlikten yani Kabe'ge aldığını kılış gerek namaz okumak dedi. O aldığı karap okumay o adam başka karap namaz okusa namaz olmaydı. Böyle beşincisi vel vaktu. Vaktu deme her namazınki muayyen beketken bir vakti var. Şu vaktin üzeri şu okuşu gerek. Ben namazı aldı ki okumayı Türk kula aldığı demişi şart işleri. Altıncısı niyet. Altıncısı nime? Niyet. Yani namaz okuşun aldıda men cezmen Allah Teala muş vaktin üzerine nime kıldı bana perz kıldı. Peşin ya eser ya bandat ne der? Resmi edenin üzü konu küçülüp müştakip andaki bu ibadetin çok karışıyor kerek namazın. Andaki bu namaz oldu. Çünkü neymiş kan? Çünkü normal bir işten, örf adet işten ibadetinin birden bir araydıgan nersi nime? İnsanınki vücudundaki niyet. Niyet dem kıldı arıyor. Niyet olmasa uçak örf adet dem kıldı bazı adamlar, hani bazı adam inşiri örtürdü, yatırdı bir iş kıldı. Onun namaz okul digil bolan da bunda digil olmaydı. Digil olmayan dikin. Bunu da eğer niyetli koysak andikin ben müştak kılışımda Allah buyururken şu Allah'ın huzuru bilen Allah'dan razı sözleşip benim müştak derdimini dep müştak kıldığına bir işini kılma. Dep konuğa Allah bu arada persikken Peygamber'in persikken müştak kılığın 24 saat 5 katımda dep niyet püçürüp diyen bolsa andikin. Bundak işin üzerine kalan, mena putperest kalan dinsizliğindeki üzgü düşük bir nersi var. Mena ibadetimiz var. Onu okşamagan halette mena maço muşundakço ibadet oludu diyen gap oludu. Unda o anki muş namazı okuşun aldıda demek muşu şart olan onunki aldıda olan perzin üzerine cezmen ço kırışço kerek deylendi. Ve ama taharet minel hades. Ama pakiz oluş hades kersek onun boludu deylendi. Hem de yani teressiz din o adam pakiz oldu. Pakiz oluş kandak oldu dese anda o anki hedesin pakiz oluş diye mene usul kırış, taharet ediş şununki ba vakti üzide. Şu ba vakti üzide kandak oldu o adam
Benim ma'naviy nima var? Paskıllık var, cinabet, his, mene adet, devatkan aşk kerengin üzü nima? Ma'naviy paskıllık. Unda oğandaki paskın oğandaki bu itibardan hem onunki vuzu degan nima degan gap? Yani vuzu deb kelsa arab tili tarat oldi degan gap. Vuzuning asl ma'nosi chiroyli qildi, paqirab qo'shtab turadigan qildi degan gap. Yani o adam tarat olsa yuz paqirab, ro'yi bana chiroy paqirab mustaqil shu itibar pokiz deb buning ma'naviy tarafdan buni vuzu deb ataldi. Unda ondan usul qilish, usul degan gap nima? Bu g'oniki tashkilot o'qisak, muayyan bir odam o'zi yuzniki butun badanining hammani yo'g'on bo'lsa, bu arabchada g'ayniki tashkilot usul deydi. Agar uniki zibrlan degan bo'lsa, o'chan rasl degan bo'lsa, mutlaq. Nimani o qachon yumdi, kim yumdi, yudi, yush degan çok gap bo'ladi. Endi bu yerda usul qilish va tarat erish suv ba vaqtning o'zida. Suv vaqtimizda nima qilamiz? Tarat elib ashta pokiz olmasak namozchi emas. Va qodir bo'lgan vaqtimizda suvning ustiga. Ya'ni suv bo'lsa-mu, suvni ishlash kuchimiz yetishi kerak. Istoat deydi. Shu vaqtimizda andikin qanday qilish kerak? Mundaq bir hadasini pokiz bo'lishi kerak. Endi bu yerda nima uchun qadr deydi? Chunki bir odam o'zi suv batruq qilgan, u odamning o'ziga suvni ishlatolmaydigan ish bo'ladi. Kasallik qoldi, og'rib qoldi, ziyon qoldi. U joningizda bu odamning o'ziga suvni ishlashi orqali pokiz bo'lsin demaymiz. Endi va suv bilan, mana suv bilan shu nima yo'qkan, shu suvga qodir bo'lish ishchi u odam yo'qkan. U chog'da bodur nima bor? Tayammum qilish bor. Unda qanday qilamiz ekan? U odam suv yo'q. Yoki suv bo'lsa-mu, lekin u odamni ichish lozim. Agar u tart olimida suvni tugitib olsa, u chog' usuzab o'ladi. Ya qiynalib qoladi. Bundoq bo'lsa, ya bo'lmaydi o suv oyada. Oyada dushman oyadi bor. Uni suvni ishlatib qo'ymaydi. Mana suv batınqı kuch yetmedi. Mana mushundoq bo'lsa, o'chog'ingizda u taratniki o'rinda naib bo'lgan, pokiz deb Alloh taolo berketgan tayammum, ya'ni to'piga yuzniki biligini va yuzni mushta urish orqali to'piga, pokiz to'piga, shuna bu ishni qilish orqali nima bo'ladi u odam? Pokiz bo'ladi. Pokiz bo'lish orqali bu odam bundan andikin anla pokiz bo'lish uchun o'zida andikin namozchi o'qishi vaqt. Nima o? Mana shuning ichida men namoz o'qish shu jonimizda parchu bo'ldi. Shuningdek, mana ehtilom bo'lib qolsa-mu, agar u odamning suyi nima qildi ekan, ziyon qildi ekan. Ya suyi yo'q, bo'lsin ishib qolsa, o'sha ziyon qilgan bo'lsa, ya suyi yo'q ekan, u jonimizda qanday qildi, suv qildi. Suv yo'q bo'lsa, u jon qanday qildi odam? U odam o'zi tayammum pokiz qilib, tayammum edib, tayammum namozchi o'qidi. Endi va kulli vaqti minma faroiz va sunan va adabun manahin deydi. Endi her bir üçün bağdır, şu usul bilen, şu taharettin boğan her bir üçün bağdır, perzuan. Usulun perzuan, taharetin perzuan. Hem sünnetleri var, hem adapları var, hem menahi. Hem o İslam devlet tarafından onu işlersiniz haram, nimo, mekruh diyen nersi bağ. Biz hem bunun için muşun üstü toxtulmayız. Onda o için bizim asas maksadımız olan, muş nimi geldi hazır, taharetni eriş diye yerçuk kaldık. Taharet endi. Yani bu nima qildi? Musannif rahmet acayip iş. Akli, tertipli bir şundaq tertip qilib, ondaki taharet şu mundaq geldi. Bu ubda yazılan kitap. Şoň bu cık alimlarning o'zi bunun için ketgan gap qabul qilib bizning vatanimizda uqmay undaqan bilan qolgan arab dunyosidagi bu kitap yozayotgan sharh o'qiyotgan hozircha mushtaq nimadan nojichiq. Endi davlat egaligida undaq bo'lmasin, boshqaning o'zida ashtachu nojichiq. Şundan hazırki dersimizin üzeri men müşahitlik bolsun ve ahir davana elhamdülillahi Rabbil alemin.